Sekin. Bo'ldi. Och. Necha ekan? 128. 128. Assalomu alaykum. Men Po'lat va Fardona Muzaffarovna. Men shifokorman loyihasi bo'yicha sizning uyingizga tashrif buyurdik. Xush kelibsiz. Sizga bir nechta savollaringiz bor, mumkinmi? Marhamat. Sizning qon bosimingiz necha va insonlarda necha bo'lishi kerak qon bosimi? Xo'p, rahmat. Juda ham to'g'ri, o'rinli savol bo'ldi. Bu hozirgi kunda qon bosimi kasalligi faqat menda emas, juda ham ko'pchilik insonlarni muammosi bu. Ayniqsa bizning yoshimizdagi insonlarda qon bosimi bilan bog'liq muammolar juda ham ko'p. Yoshingiz 50-60 dan o'tgandan keyin albatta qon bosimi bezovta qiladi va bu qon bosimi albatta yurak tizimiga ta'sir qilar ekan. Qon quyilishi hisobiga qon bosimini ko'tarilishini o'zini sabablari bor-da. Endi ba'zi bir insonlarda qon quyilishi hisobiga, masalan, menda ham o'sha qonim quyuq yuradi, shuni hisobiga, qon quyuqligi hisobiga qon bosimi ko'tarilib turadi. O'zi aslida qon bosimi har bir sog'lom insonda 120 ga 80 bo'lishi kerak. Endi menda ham yaxshi yursa 120 ga 80 yuraman. Ba'zida ko'tarilib qolsa 130, 140 ga chiqib ketadi. Va bu qon bosimi ko'tarilganligini men uni klinik belgilaridan bilib olaman. Masalan, qanday klinik belgili? Boshim aylanadi, ko'z xiralashadi, quloq shang'illaydi, yuz qizaradi, yurganda boshi gandiraklashi, boshi ezib og'rishi va hokazo shunga o'xshagan klinik belgilar bo'ladi. Shunda qon bosimi ko'tarilganini bilaman. Va darhol uyda mana Rivaruchi apparati deyilarkan, qon bosimini o'lchovchi apparat. Shundan olib qo'yganman. Doimiy o'zimni qon bosimimni nazorat qilib turaman. Sizning kundalik ovqatlaringiz qanday? Bu ham juda to'g'ri savol bo'ldi. Aslida qon bosimi bor odam, qoni quyuq odam, demak, ovqatlanish ratsioniga alohida e'tibor berish kerak. Kuniga 2 litr, 2,5 litr suv ichishi, juda ko'p miqdorda suyuqliklar ichish kerak. Bu degani ko'proq suyuq ovqatlar, mevalar, sabzavotlar, qatiq sut mahsulotlari ko'proq ichib turish kerak. Endi aksiga olib, meni qonim quyuq, shuning uchun qon bosimim ko'tarilib turadi. Endi uning ham sababi bor. Suyuqlik kam ichaman. Qatiq sut mahsulotlari ham kam iste'mol qilaman. Shu suyuqlik kam ichganligim hisobidan ovqatlanishimda qovurilgan ovqatlar ko'p, shirinliklar ko'p iste'mol qilaman. Shuni hisobiga qonim quyilib ketgan. Shuni hisobidan mana qon bosimim ko'tarilyapti. Albatta bu qon bosimini tez ko'tarilishi yurak urishini tezlashtiradi va bu o'sha yurakda har xil muammolarni keltirib chiqaradi. Endi hozirgi kunda parhezdaman. Shu shifokorlar aytgan ovqatlarni ko'proq iste'mol qilyapman. Qatiq sut mahsulotlaridan, sabzavotlar, mevalar, suyuq ovqatlar tanovul qilyapman. Xudo xolisa hozir qon bosimim yaxshi joyiga tushib qoldi. Men demoqchiman, demak har bir inson, ayniqsa bizi yoshimizdagi insonlarga shu ko'proq suyuqliklar ichishlarini, mevalar, sabzavotlar, qatiq sut mahsulotlarini ko'proq tanovul qilishlarini maslahat bergan bo'lar edi. Hozirgi yoshlar va maktab o'quvchilari ko'proq fast food va ro'l degan mahsulotlarga
yeyishyapti, iste'mol qilishyapti. Bularga qanday qaraysiz? Albatta salbiy qarayman. Hozir o'quvchilar, yoshlar, ayniqsa maktab o'quvchilarini bunday e'tibor bersangiz, hot-dog, gamburger, lavash, shunga o'xshagan sun'iy ovqatlanish tizimiga o'tib olishganda, energetiklar ko'proq ichishadi. Umuman bu narsalar sog'liq uchun zarar. Mana mayonezlar, ketchuplar sog'liqqa juda ham zarar bu narsa. Bu endi shifokorlarning aytishi bo'yicha mana shu mahsulotlarni juda ko'p miqdorda iste'mol qilish keyinchalik bu saraton kasalliklarini, yurak qon tizimida har xil muammolar kelib chiqishini aytishmoqda. Endi kelajak yoshlarniki. Bizi yosh avlodlarimiz sog'lom bo'lishi kerak. Agar ular sog'lom bo'lsagina yurtimiz boy bo'ladi, davlatimiz rivojlanadi. Chunki kelajak davlat shularning qo'lida. Demak, davlatimiz rivojlanishi uchun, yurtimiz boy bo'lishi uchun yoshlarimiz sog' bo'lishi kerak. Haligi xalqimizda bir maqol borki, sog' tanda sog'lom aql deyishadi. Demak, aqlli fikrlash uchun albatta tanasi sog'lom bo'lishi kerakdir. Tanasi sog'lom bo'lish uchun to'g'ri ovqatlanish kerak. Ertalab nonushtani yaxshi qilishi, tushlik ovqatni ham yaxshi qilishi, kechki ovqatni ham yoshlar albatta qancha ko'p ovqat yesa, ularda harakat ko'pligi uchun bu yegan ovqatini energiyasini chiqarib yuboradi ular. Lekin yeganda ham o'sha vitaminlik, o'sha sog'liq uchun foydali narsalarni yeyish kerak. Bundan tashqari tozalikka ham e'tibor qilish kerak. Haftada bir cho'milish kerak. Tishimizni ertalab kechqurun yuvib turishimiz kerak. Chunki har bir ovqatimizni chaynab oshqozonga tushirib beradigan narsa bu tishlarimiz. Tishlarimiz sog'lom bo'lsagina oshqozonga toza, foydali narsalar tushadi. Endi oshqozon shu ovqatlarni hazm qildirib, hamma organlarga tarqatib beruvchi joy. Shuning uchun oshqozon qiynalib qolmasin degan odam, har bir ovqatimiz oshqozonda yaxshi hazm bo'lsin desangiz, avvalambor tishlar sog'lom bo'lishi kerak. Tishlar sog'lom bo'lsagina yegan ovqatingizni yaxshi chaynab oshqozonga tushirib beradi. Shuning uchun tishlarimizni vaqtida yuvib turishimiz, vaqtida yuvinib turishimiz va eng keraklisi sport bilan shug'ullanib turishimiz kerak. Ayniqsa yoshlarimiz. Hozir aksariyat mana bitta haligi doimiy ranjitadigan, noliydigan narsam borda. Shu qarasangiz yoshlarga hammasini qo'lida telefon. Faqat telefonga termiladi. Natijada telefonga termilib o'tiraverish natijasida harakatli kamayib ketyapti. Harakatli kamaygandan keyin o'quvchilar o'rtasida xomsemizlik paydo bo'lyapti. Hozir bunday bir o'quvchilarga qarasam, har 10 ta o'quvchidan 3 tasi semiz, gavdali bolalar xomsemiz bo'lib qolgan. Endi xomsemiz bo'lgan bola albatta kelajakda har xil kasalliklarga duchor bo'lishi mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, ko'proq harakat kerakda, harakat, sportga jalb qilish kerak. Futbolgami, basketbol, yugurish, cho'milish yoki aqliy gimnastika hisoblangan shaxmat, shashka kabi sport turlariga borish kerak bolalar. Shular bilan shug'ullanish kerak. Shundagina ular sog'lom bo'ladi. Sog'lom tanda sog'lom aql deyishadi. Kelajak shu yoshlarimizniki. Xohlardimki, bizni kelajagimiz shu sog'lom yoshlar qo'lida bo'lishini juda istardim. Uning uchun albatta shu ovqatlanish ratsioniga va jismoniy harakat, sport bilan shug'ullanishlarini men yoshlarga tavsiya qilgan bo'lar edim. Sizga kattakon rahmat. Men shifokorman loyihasiga javob berganingiz uchun. Sizga sog'lik, omonlik tilayman. Rahmat qizim. Siz ham niyatlaringizga yeting. Bunday e'tibor bersam juda ham aktiv, faol o'quvchi ekansiz. Iloyim nima niyatlaringiz bo'lsa, orzularingiz bo'lsa, hammasi ijobat bo'lsin. Kelajakda yaxshi shifokor bo'lib, elga, yurtga xizmat qiladigan yaxshi shifokor qiz bo'lib yuring, ilohim. Ustozlaringizga, bilim bergan muallimlaringizga ham kattakon rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling.